Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Aziz, muhterem, suyumluk Şarkı Türkistanlık qarindaşlarım. Hammaňlarga Allah'ın güzel salamları olsun. Hammaňlarny niyet kıygan büyük, ulug var işleriňlarda muvaffak kılsın. Tiz arada yana karşılanlarga çıkıp kaldım. Çünkü tema ciddi bolganlygy üçin. Biz indigenous talaş tartışının ahirki basqıçyga keldik diýişke bolady. Yani netije çıktı. Biz emes ekenligimizni bekitdik. Artykça talaş tartışga kerek yok, qarindaşlar. Emdi biz bu indigenous degen forumdan kanday çekinimiz hakkında başka turduğan yerik geldik. Onun için şu an torda bir raysynaş çıkarıldı. Men bu bugünkü mavzuny sözleştim ilgili. Muşu raysynaş hakkında bir neçe egiz gep kıstırıp koyuman. Ruhsatyňlar bilen. Wagtyňlarny agynym üçin aldyn keçirimmi soraýman. Eger biz bu raysynaşny bir synak digenimizde küzü kiçikligimiz, içi kotorlukimiz, degenimiz bilen kıygınımız zıt bolgan yalgançylygymız, zidipeslikimiz meydana çıkady degen gep. Şu raysynaşda fakat biz indigenous-mu, emes-mi degeniniň netijesinde meydana çıkmaýdy qarindaşlar. Ýana ma süpetlerimizmi meydana çıkady. Yani bäzileriniň tutumudan karaysız ki eger sen wetenini azat kıysaňmy unda wetenine üzeň berip al men barmaýman digeniniň lam özü. Ýakmaýar. Oýlap bakyňlar qarindaşlar. Bir raysynaşny oturup çıkargan bolsak, bununda bir menfaat barmy? Ýok. Mensep barmy? Ýok. Bu bir abroýmy? Ýok. Bu bir işmi? Yok. Onda bolsa bunu kimlik kıysa hiç farkı yok bu işin. Erişiladigan netijelenmiyor. Hatta bir indigenous Uygur, muş üzün indigenous davatga Uygurdan birisi çıkargan bolsa ifade bildiremdik ýakmy? Elbette okşaş. İfade bildiğimizsek bulmaydı. Kaydısak indigenousslar ifade bildiyse netije ularning niyeti göre çıkıp kalsa meyli mi? Bek addi. Siz indigenous mu? Emes mi? Emes olsanız emes de. Şunal mı ya? Raysynaşny kim çıkargını boyunca muamele kılıdığan bu ya nezirinin eşi olmasa sen çıkarıp sen diyen kaydaş bilen bununla ifade bildiğimizsen kimgi payda, kimgi ziyan. Bunu oylayalıçılıkın bolsa, andın üzerine müstakilçi de, yana bir nimede bazağısal, yana bir nimede bazağısal yarışıdır. Onun için ben bu raysynaşny fakatly indigenous-mu, emes-mi aýrydygan emas, kançylyk adam ekenligimizni aýrydygan bir synak dawatyny. Nim bolady? Oýlap bakyňlar. Çokumki bunu bir indigenous Uygur çıkargan bolsa, men onuňy men emes dep okşaşla ifade bildirme. Şahsen men. Onun için qarindaşlar, bu işte tarafbazlık kılmalı. Teşkilatlar tarafbazlık kılmasın, özünün azaları ve taraftarları çakırık çıkarsın bu iş için. Bunun da kazanıldığın netice mühim.
u natija bizga tava bo'lib qolmaydi. Natija butun xalqqa tava. Chunki butun xalqning ovozi u natija. Uning uchun ma'lum birisining natijasi olmaydi. Buni tushunishimiz kerak hech bo'lmaganda. Xo'sh, vaqtinglarni aldim, kechiringlar. Haqqinglarni halol qilinglar. Endi bugungi temaga kelay. Ko'rayotganinglardek tema ism talashganning foydasi yo'q. Diqqat qilgan bo'lsanglar, bu mavzu qo'sh tirnoqning ichida. Qo'sh tirnoqning ichida bo'lganligi shuni bildirdiki, bu mening so'zim emas, bu birisining so'zidan ariya demektir. Yani ulug' bir indigenous Uyg'urning so'zidan ariya. Men bir qancha turlik misollar orqali bu ism talashganning foydasi yo'qqa javob berib o'taman. Qarindoshlar, bola tug'ilsa oldi bilan bir ism qo'yamiz. Vaqtning o'tishi bilan bu ismlar, bola qo'yilganmish ism, bola bilan bir gavdalashganligini ko'rishga bo'ladi. Normalda his qilmaysizlar buni. Normalda his qilmaysizlar, ammo bu ism bilan shu kishi bir gavdalashib ketadi. Chunki har odam tadqiqotchi bo'lmagandan keyin buni har minut, har vaqt his qilib turolmaydi. Lekin shunday bir sinab baksanız bo'ladi. Balangizga qarab turib, uning ismini bo'sh chaqirib, o'z tuyg'ungizni kuziting. Shu chaqda shuni his qilasizki, bu bola go'yo shu ism bilan tug'ilgandeklar. Shunday sinib ketgan. Endi balangizni og'zingizga kelganli bir boshqa ism bilan chaqirib beqing. Bu ismning ne kadar yarashmagan, yuqmagan holda ekanligini his qilasiz. Bu bir misol, qarindoshlar. Xitoylarning millat sifatida bir ism qozonganiga endali 100 yildan oshdi. 1900-yillarning beshida Xitoy davlat otisi Sun Yat-sen bo'lg'usi qeyni otisi bilan Kaliforniyada birga bo'layotgan kunlarda birlikda sayli qilgach, tog'ning bir qiyosida o'tirib, boshqa millatlarning millat ismi bo'ladiganligini, ammo bu Qing sulolasi hukmronligi ostidagi asosiy xalqning millat nomi yo'qligini bayqagan. Shu vaqtgacha millatga ism qo'ymagan bir manqili bu. Buni bayqagan Sun Yat-sen alam ichida buni Lawsonga dardlanib turib aytadi. Shuning bilan bular bir ism o'ylashib, Xitoy xatlaridan yigit, azamat ma'nolarini beradigan Xan xitini tanlaydi. Kelgusida quriladigan davlatda bu ismni umumlashtirishni planlaydi. Shanxay inqilobi g'alaba qilib, Qing sulolasi ag'darilgandan keyin tunji qatim Xitoylar davlatning ismini qo'ydi. Zhonghua Mingo. Zhongo degani mana shu ismning qisqartirilmasi bo'lib, bu qisqartirilma ism kommunist davlatining ismi uchun o'xshashli uyg'un keladi. Bu Zhongo. Mana shunday qilib Zhongo degan bir davlat maydoniga kelish bilan Han degan millatma maydoniga keladi. Bu hal chet elliklar ularga China, Chinese degan ismlarni qo'yishdan asrlar keyin bo'lgan. Chet elliklar ismni qo'ydi, shu ism bilan ataydi buni, ammo o'ziga o'zi qo'ygan ismi yo'qdi. Asrlar bo'yicha. Bir ismning qo'yilishi, bu ismning matbuotlarda, nutqlarda takrorlanishi bilan Xitoylar o'zlarining ismi Han ekanligini tadrijiy bilishga boshlaydi.
Dastlabki chaqlarda xuddi Uyg'ur dehqonlari yaqingacha Uyg'urligini bilmagandek Xitoyning o'qimagan aholisimi Han desa o'zlarining millat nomi ekanligini bilmagan. Ammo izchil davomlashtirish natijasida bu ism umumlashgan. Bu ismning yana bir xosiyati shu bo'lganki, bir muncha Xitoy bo'lmagan, ammo Xitoycha yoziq ishlatadigan, Xitoy tili ishlatadigan asonliq millatlarni o'z ichiga elib, ularning mushu bir ism ostida birlikka kelishini tezlatgan. Xitoylarda har o'lka dialektining ziyoda farqli bo'lishining tarixiy yiltizi o'xshamagan etnik guruhlardan kelganligidandir. Ularning bir millat bo'lib shakllanishi toki kommunist hukmronligi davrida ondan sistemalik o'zgartishlar, planliq yetaklashlar orqali ishga oshirildi. Ahirda madaniyat inqilobi deb atalgan talva harakat hammani yalmab yutadigan talviligi bilan dialektlarning ayrilib turish vaziyatiga xotim berdi. Ism qo'yilsa, bir kundili o'zlashmaganda buningga asrlar kerak bo'ladi. Xitoylarda 100 yilga yetmaydi bundaq o'zlashishning ishga tushishining sababi kommunist davrda butkul ustuqurilma buningga xizmat qilganligi, planliq, programmalik va kerak topilganda majburiy vositalarning hammasi qo'llanilganligi uchun tezroq amalga oshdi deyishimiz mumkin. Shuning uchunmi davlatning bo'lishi, davlat fuqarolarini xohlagan sifatda qayta shakllantirish uchun intayin zarur deb kelyapmiz. Xitoylarning Sunjungshan davridan keyingi bo'linishlarga qaraydigan bo'lsak, bu nuqtani ochiq ko'ra olamiz. Har o'lka birdan podshohlik bo'lib olib, bir-birini e'tirof qilmaydigan bo'linma vaziyatning toki Yaponga qarshi urushning boshlanishigacha davom qilishining sababi ana shu bir ismga taxiyacha ko'nalmaganlikdan, o'zlarini ichki tafriqchilik qilayotgandek his qilmasligidandir. Xuddi Yaponlarning istilosi kommunistlarning zo'riyishi va oxirida taxtga chiqishida foydali rol o'ynagandek, Gomindan Xitoylarning bo'linma holatining oyoqlashib, janjishiga bay'at qilishiga, shundaqla Han degan bu millat nomining umumlashishig'imi ajoyib zo'r turtkilik rol o'ynadi. O'rtaq nafrat, o'rtaq qismat insonlarni birlashtirishda har qachon g'oyat zo'r rolga ega. İsim birligi orqali milliy birlik ta'kidlandi. Birlik kelgan ism qabul qilinsa, kishilarda birlik tuyg'usi tug'ilishga boshlaydi. Biz bir odammiz. Biz hammamiz bir. Bizning taqdirimiz bir. Bir-birimizdan ayrilanmaymiz degan his mana shu ismni mo'mi qilgan holda barpo bo'ldi. Sovet ittifoqi ta'sirida boshqa millatlarni e'tirof qilib solgan Xitoylar keyingi chog'larda bakmi pushaymon qilgan bo'lsa kerak. Chunki Xitoylarning milliy udumi o'zlaridan boshqalarni millat deb e'tirof qilmaslik bo'lib kelayotgan edi. Buning ilgari ba'zi dalillarni bergan edim. Sovet ittifoqi ulgusi Xitoylarningcha ularga zarar qildi. Agar millatlarni e'tirof qilmagan bo'lsa, bugungacha balkim bir ism ostida hamma millatni eritib tugatadi. Buni qiyos qilgan Xitoylar o'xshamagan ism mavjud holda ularni mangu qo'shib olg'ili bo'lmaydiganligini tushunib ketganlikdan bugunlarda barliq millatlarga bayroq chiqarish, har kuni atigan kech men junguliq deb yodiltish praktikasi qilmoqda. Qadimgi zamonda balkim yaqingi zamongacha deyishimiz kerakdir, insonlarda milliy chegaralar aniq emas edi. Shunga urushlar millatlarni asos qilmaydi. Faqat territoriyaga asoslangan urushlar bor edi. Ya'ni bir qobiliyatli podshoh maydonga kelsa bir davlatda yoki ma'lum bir poytaxtda umuman shaharlarni asos qilgan o zamonda podshoh maydonga kelsa, bu podshoh bir millatni birlikka keltirish shuvarasida harakat qilmaydi. Qaysi taraf ojiz bo'lsa, ojiz tarafga hujum qilib shu besigilayveradi. Qanday millat qat'iy nazar. Kengayveradi, kengaygancha ta tumush qo'yib to'xtagan kichik kengayapti. Endi yana qarshisidan bir kuchli podshoh chiqib, buni bu yoqqa surib yutadi. Bu yerda
amillet, mamillet deydigan talaş yok. Bir eniqsizlik içinde tuproq uchun, boylik uchun urush qilinadi. Keyin Yevropada millatchilik fikrining tug'ilishi bilan asta-asta milliy davlatlar borliqqa keldi. Bu davlatlar o'xshash territoriyani o'xshash bir territoriya ismi ostida shakllanib, hozirgi zamon davlatlar borliqqa keldi. Ularning o'rtaq ism ostida birlikka kelishi asrlar avval ish qo'shganligi uchun inson to'pluluqlari ichidagi taraqqiyot qadamini oldida bo'ldi. Her qanday bir ishda bir qadam oldiga o'tib daim oldida bo'ladisiz deganlar. Urushlardagi uyush kuchi, o'zaro hamkorlik, davlat sifatida umumga taalluq aslahalarning qurilishi qatorliqlarning hammasida bir ism ostidagi bir kishining qudrati namoyon bo'ldi. Bulardan shuni ko'ra olamizki, bizning bir millat nomi ostidagi kechmishimiz uzargan sari bizda bir xil o'rtaq his, bir-birimizni o'z his qiladigan tuyg'u yiltizlar chiqa boshlaydi. Ama bizning bunday o'rtaqliklarda kollektiv yoshirin ang shakllantirishimiz doimo buzg'unchilikqa uchrab turg'achqa tez arada ish qo'shmasligi mumkin. Ama shuni e'tirof qilishinglar kerakki, o'rtaq ismning muhimligi. Bir ism ostida bo'lganda insonlarda bir xil o'zlik imi shakllanadiganligi. Oldingi videoda misol qilingan qog'liqning Qashqar hisoblanishi. Texnik komünist devirden keyinki memur rayonlar ayrımı tüpeyli şekillenişki başlayan pek kısa müddetlik iş. Bunun şunca kısa müddette bundak özleşişinin sebebi sosyal hayatımızdaki ciddilikten mənbəlengen buluşu mümkün. Çünkü Xitay komünistler toxtumaya elip barılan siyasi dolqullar, muşundak dolqullardaki kişilerin təvəlik duyğulları daimla gıdıqlığı için rol oynayışının boz gerek. Aldığım videolarda münasibetlik yerlerde bizning bir ism ostida qayta namoyon bo'lishimiz yoki bir ism bilan tarixiy sahnasiga, tarixning sahnasiga qayta chiqishimizga aloqador xeli ko'p to'xtaldi. Bir ism ostidagi hayot kechmishimizning qisqaligi va buning ustiga Xitoylarning har doim aramizda tafriqi urug'i terib, yurtlar ara ziddiyatni avj oldirib turishlari sababidan bugungi bizdagi tur o'zlik eni mükemmel qurilishga ega bo'lolmadi. Ama ismning tabiiy xosiyatidan shuni ko'ra olamizki, bu vaqtning o'tishi bilan bizni bir-birimiz bilan taqdirdosh ekanligimiz qanoatiga keltirmay qolmaydi. Xuddi shunday. O'rtaq territoriya ismi ostidagi xalqlardami vaqtning o'tishiga ergashib mana shunday o'zlik eni shakllandi. Buni shunday his qilishimiz mumkin. G'arb davlatlarida yashayotgan Uyg'urlar deyli. Agar siz boshqa bir davlatga, deylikki Turkiyaga sayohatga borganingizda, o'zingiz yashayotgan g'arb davlatidan kelgan birisi bilan uchrashsangiz, qanday tuyg'uda bo'lishingiz mumkin? Tasavvur qilib ko'ring. Balkim ba'zilar boshdan kechirgan bir ish bo'lishi mumkin bu. Ana shunday hollarda siz til bilgan ortiqchiligingiz bilan uningga heliqi mamlakatdashingizga yoki bir Hollandiyalik deylik, yoki bir Germaniyalik, yoki bir Fransiyalik uningga biror yordamda bo'lishga hozir ekanligingizni his qilasiz. Mana bu tuyg'u territoriya birligidan, ya'ni bir Fransiyalik, bir Hollandiyalik bo'lish tuyg'usidir. Devlet namının birlikimi xuddi shunday taqdirdoshlik, qismatdoshlik tuyg'usi uyg'otadi. Qiyinchilikda qolgan zamonlarda o'zaro yordam berish angliqligimizni uyg'otadi. Bizning Sharq Turkiston degan bu o'rtaq ism ostidagi hayotimizni bek uzun bo'lmaganligi uchun ba'zi tafriqi holati mavjud. Bundan boshqa biz bilmagan bilan Xitoylar buni amaliyatidan o'tkazgan bir ish bo'lg'achqa o'rtaq bir ismning ahamiyati haqida allaqachon bilganliklari uchun bizning aramizga birlikka kelinmaslikning yangi sabablarini tug'dirib berdi. Va buni aramizdagi aqli kalta odamlar yoki to'g'ridan to'g'ri o'z agentlari orqali bu ziddiyatni kuchaytirib,
bir isim aslida birlikka kelishimizning yo'lida putlash olmoqda. Sharq Turkiston degan ismning ulug'ligi shu yerdaki, u Sharq Turkistonda yashaydigan barliq turk tillik to'plarning hammasiga quchoq etish tufayli umumiy birlik eni tug'diradigan va bara-bara xuddi Kanada va Amerika fuqarolarining o'zlarini Amerikan, Kanadiyan deganiga o'xshash yangi bir kimlik inshosining yo'li bo'lib qoladiganligidandir. Ama düşmanlarımız bu ismini g'uvalashtirish, qalbimizda mustahkam yıldız tartib ketishinin aldını elish uchun Sharq Turkiston ismiga ro'baro projelarni aramizga yeyivetdi. Bununla anlıq xizmat qilayotganlarmi, ansız xizmat qilayotganlarmi o'xshashla Xitoylarga yordam bermoqda. O'rtaq territoriya ismi tilga ilinayotgan ekan, Stalinning bir so'zini eslataman. Stalin Marksizm ve tilshunoslik meseleleri namlı əsərində millet hukmunu şərhləyəndə bu millet bizning da'vatqanimiz ma'nidan kengroq ma'nini bildirdi. Ya'ni territoriya bilan bir gavdlashgan, yenidan tilimizga kirayotgan ulus ma'nisida. O'rtaq territoriya deganni Stalin alayida tilga oladi. Va bu qarashiga misol qilib, Angliyalik inglizlar bilan Amerikalik inglizlarning territoriya birligi bo'lmasligi tufayli tadrijiy boshqa millat bo'lib shakllanayotganligini tilga oladi. Ko'ryapmizki, Kanada, Amerikada mana shu territoriya birligining mahsuli bo'lgan ulus kimligi kun sari eg'ir besib millet isimleri tilga ilinmas holga kelmoqda. Bu haldan bazı az sondagi millatlar endişilik bo'lishları mumkin. Chunki ularning milliy kimliklari ko'milib qolayotgan bo'lg'achqa. Ammo inglizlarning endish qilishi o'rin yo'q. Chunki asosiy millat bo'lishi bilan ingliz tili va boshqa unsurlarning hammasi ularga ko'ra bo'lg'achqa ismning nima bo'lishidan qat'iy nazar bu davlat ingliz davlati hisoblanaveradi. Emdi keldik Mollazadiga degandek, emdi keldik şu indigenistligimizga. Yuqorida ko'rilganlardan ismning naqadar muhimligiga qanoat keltirgan bo'lsak, u holda indigenistlik haqida bek ko'p ufurinib ketmasakmi bo'ladi. Bu o'z-o'zidan tushunishlik. Shunday bo'lsinmi? Mushundaq bir ismning beshimizga kiyilib qelishi bilan maydonga keladigan oqibatlarni tasavvur qilmay turolmaymiz. Bu ism tabiiy yo'sinda mushu ism bilan atalgan xalqlarning umumlashgan obrazini kishilarning ko'z oldiga keltiradigan bo'lg'achqa, Uyg'urlar haqida bilmaydigan kishilar, afsuslanarligi bularning soni bek ko'p dunyoda. Biznimi bu tizimlikda ko'rganlarda ana shunday bir xalq deb tasavvur qiladi. Shunday qilib, birinchi qadamda obrazimiz o'zimizga yot bo'lgan bir shaklda kishilarning xotirasiga o'rnaydi. Psixologiyadan ancha-muncha xabari bo'lganlarga ma'lumki, insonlardagi birinchi ta'sirat bekmi muhim. Birinchi ta'sirat tashqi muhr bosgandek bir holdirki, ko'p chaqlarda birinchi ta'sirat sabit qoladi, hech o'zgarmaydi. Uni o'zgartirish uchun bek ko'p kuch sarf qilishga to'g'ri keladi. Shu holdami birinchi ta'siratni pak-pakiz yuvib bo'lmaydi. Bu hol bekmi qo'rqinchlidir. Texmi qo'rqinchli. Mushundaq bir ism qabul qilingan ahvolda buning bara-bara bizga singib, biz bilan bir gavdalashib ketishidir. Buni birinchi misolda ko'rdik. Hatto o'zimizning buningga ko'nib qolishidir. O'zimiz ko'nib qolgandan keyin xuddi hech kim o'z ismidan tanmagandek bu ismdan qutulish urinishimi mavjudlikdan qoladi. Olim atalgan janobi taqsirlarning har zaman bu millatga ravo ko'rayotgani mana shunda tomdan tarish qo'qqandek ishlar bo'lishi diqqatga sazovardir. Olimning olimligi bir soha bilan cheklandi. Agar shu rost bo'lsa, hamma sohaning olimi bo'lolmaydi. Sohasi bo'lmagan ishlarga chat kirib, topshiriq o'rinlash majburiyati bilandir balkim bunday oliy otiqiga dog' tushiradigan ishlarni qilmasa o'zi uchun yaxshi albatta. Shuna bu va yana shunga o'xshash fikrdagi janoblarning ism talashganning foydasi yo'q degan qarash haqida
Mana şularni dep koydum. Qag'inni qarindoshlarımning aqliga havola qilaman. Rostilla ism talashganning foydasi yo'q bo'lsa, talashmasanglar bo'ladi. Endi o'xshash manbadagi yana bir kulkulik gapga kelsam, biz şu anda ism talashmay vatanda azob chekayotgan xalqimizni qutqizishga tirishsak, bir Uyg'urni bo'lsa-mu qutqazsak. Atamның ölgini anamga yaraştı, teltikini iştlar talaştı degenninla üzü. Zulüm çekivatkan halkımızın canları, qalları bazılar üçün müdafiə küllükü rolu oynavatkanlığı əcəblinərlik. Hə demeyli vətəndəki qırlavatkan halkımız, zulüm çekivatkan halkımız. Bu gəpdən goya biz şu isim talışımızda vaxtimizni şunun bilan kech qilib etmasak lan, qo'limiz bo'shab, vatandagilarni qutqiza oladigandak. Tamam, ismni talashmayli, qanday qutqizamiz? Vaqtimni mashg'ul qilayotgan ishlarni qo'yib tursak, vaqtimizni mashg'ul qilayotgan ishlarni qo'yib tursak, vaqtimiz eshinsilam qutqazg'ili bo'ladigan ish bo'lsa, ism talashishni emas, non topadigan xizmatimni qo'yib turishga rozimi? Qanday qilamiz masalan? Hammasi ulug'vor quruq gaplar. Bir harakat uchun ideologiyaning to'g'ri bo'lishi, yo'nalishning to'g'ri bo'lishidir. Mansaqli bo'ladigan ish emas. Yo'l to'g'ri bo'lmasa, Nyu-Yorkqa, ya'ni Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ketayotaman deb Kaliforniyaga taqsirning ishgaldiga berib qoladigan gap. Gerçi ba'zi fiil harakatlar ish qilganlik bo'lmasa-mu, qiladigan ishning yo'lini echish, yo'lni to'g'irlash, nishonni to'g'ri belgilashga aloqador bo'lganda, xuddi ish bilan o'xshash qimmatga ega. 20 yillik da'vo nishon qo'yib ketgachga avtonomiya tushunchasi Sharq Turkiston o'rniga Xitoy qo'ygan ism umumlashib ketdi. Mana shundaq nol natijaga elib boradigan gap. Şuna ba'zida talashayotganlarimiz haqiqatanmi talashmasi bo'lmaydigan muhim ishlar bo'lganida bundaq bilarmanlik chumpardisiga, yaxshichoqlik chumpardisiga, ittifoqlik chumpardisiga urinib olgan axloqshunoslarning g'amxo'rligiga hech qanday aytib qo'yib, o'z ishimizga davom qilaverishimiz kerak. Növbetdeki talaş tartışlar siyasi davanın prinsipi meselesi, nişanının doğru hatalığı meselesi. Şuna bununla hücumlu Xitay degan çıraylık ataklar bilen qara çaplıqçılardaki siyasi sezgürlüktü ve mu yoki aslında münafıklarının çapançıları mı? Bunu aniq ayırmak lazım. Xitayda indigenistlar yo'q debdikan degan gapga cho'nqirroq diqqat qilsangiz yana bir chataqni bayqaysiz. Xitoyda, ya'ni Junguda. Bu yerda bu indigenous Uyg'urlar o'zlarini yanada Jungulik deb bazalamoqda. Junguda qanday bo'lsa bo'lmamda. Bizning nima ishimiz? Junguning ichki ishlariga aralashmaymiz. Endi besivelinganlikka kelsak, dunyoda besivelinlikmi indigenous salohiyati olmagan millatlar azmi? Bularni men sanab o'tiraman. Besivelingan xalq ekanligimizni bizga talqin qilishimizning lozimi yo'q. Biz azaldan besivelingan xalq, besivelingan zamin deb kelyapmiz. Shundaqli navbatda xalqaro jamoatni e'tirof qildirishga tirishish bir turdagi kurash nishonimiz qilib bekitildi. Siz besivelingan xalq ekanligimizni o'zingiz chapanchiligini qilayotganlarga deb bersangiz to'g'ri adres shu. Chunki enidi degan yerdan pul elishning bir sharti Sharq Turkiston demay, Xitoy qo'ygan ismni deyish bo'lsa, yana bir sharti besivelingan demay, qo'shivelingan deyishdir. Shunga bu do'stlarimiz pulni halollab elish uchun besivelinganni demaslikka ko'ndirilgan. Endi siz ve sizdek çapançı indigenous Uygurlar tirishib talqin qilib, harmay talmay tapılab, enididen maaş aladigan da'vochilarga anglatsangiz, besivelinganligingizni bakmi buyuk xizmat qilgan bo'lasiz. Buguncha shularni deb turay. Endi yana bir qatim
Ray sınaş hakkında diqqatinglarni tartıman qarindoshlar. Buningga chaqchaq muomalas qilyapsizlar ba'zilaringlar. Ba'zilaringlar tulxutun hisobi qilyapsizlar. Büyük atlarыңlardan qat'iy nazar qanchaliklaringlarni ma'lum qilib qo'yishlar buningda. Qanchalik odamlikinglarni. Og'zinglarda degan büyük gaplarning hammani yo'qqa chiqarasizlar o'sha orqali. Buningga diqqat qilinglar. Isil qarindoshlarim. Dikkat kılınlar ki bu bir raysınaş formu halas. Bunu kim çıkarsa, bir küçük balı çıkarsa mı, bir indigenous Uygur'dan birisi çıkarsa mı, okşaşla bizning rayimizni bildirish majburiyatimiz var. Emas olsak emas, ha olsa ha. Eğer bunu bildiğimizsek, düşman için hizmet qilgan bo'lib qolamiz qarindoshlar. Buningga chaqchaq muomalas qilmanglar. Ve biz bu neticeni asas qilib doklad tayyorlaymiz. Qarindosh tashkilotlar bilan o'xshash ko'zqarashdagi, o'xshash yo'ldagi qarindosh tashkilotlar bilan birlikda bir doklad tayyorlaymiz ve navbatdagi ishimiz indigenous formadan chekinib chiqish. Qarindoshlar. Shuning uchun bu raysınashqa chuqum qatnashinglar ve atrofingdagilarni ogohlantiringlar. Bu chaqchiq aralashtiradigan ish emas. Hamma ismlar u yerda chiqib turadi qarindoshlar. Kimning qanchalikligi ma'lum bo'lib qoladi, bek oson. Aşı ismi ulug' o'tirdi bo'y ko'rsatib yurganlarning qayerga ovoz berganligi yoki mana sen qiygash qilmayman deganligi ko'rinib qoladi. Bek sat turdi bu. Hozircha Allohga emanet. Hammalarga Allohdan salomatlik tilayman. Keyin xitim ko'rishguncha xayr xo'sh.